Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Navigatsiya servis Surxondaryo Jahongir Xudo xolasa 21ga o'tar kechasiga Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha mana passajirlarda mana ketayotgan odamlarimiz Xudo xolasa ketyapti. Samarqandmi? Samarqand? Turib oling, ochir. Ana shu yerga. Mana bu yerda esa Dushanbe yo'nalishi bo'yicha, bu yoqda Samarqand yo'nalishi bo'yicha Xudo xolasa aviaqatnovlarimizni registratsiyamiz boshlangan, ketishyapti. Hurmatli yurtdoshlar, biletlar bo'yicha faqat mana shu ko'rsatilgan raqamlarimizga saqrand qilib aloqaga Telegram, WhatsAppdan chiqaverasizlar. Saqrand qilib Telegramda yozsalaringiz o'zim javob beraman. Aldanib qolmanglar, Xudo xolasa xizmatlarimiz qo'ldan kelgancha tekshirishlar ham bo'lib turib, qo'ldan kelgancha passajirlarni olib kirib, olib o'tib qo'yamiz. Bemalol nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimizni kuzatishda davom etingizlar. Like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'yingizlar. Xudo xolasa yangiliklarni ko'rib turaverasizlar.